Akalar bayrammi? Assalomu alaykum ko'rar akalar. Hamma yaxshimi? Sog' salomatmi? Men qalin kiyinib olganman. Kunlarim sovib ketdi. Siz deyapsizlarmi? Men xudo xolasa smena olganman. Soat 10 dan 1 gacha. Men hozir qarangizlar. 11 dan 3 ta o'tyapti. Hozir 11 gacha bitta zakaz tushdi. Ikkita zakaz tushardi, bitta zakaz tushdi. Hozir kutib o'tiribman, 20 minut bo'ldi. Kutib o'tirgandim. Men bu yerdan ikkita qiz videoni boshida ko'rgan bo'lsangiz, o'ynab o'tib ketdi. Endi bilmadim, nimaga aynan meni oldimga kelib o'ynadi, hayronman. Nimaga unaqasizlar qizda? Ana krasavchik kelishgan bolani ko'rsalaringiz, mayagida o'zlaringizga e'tiborni tortgilaringiz keladi. Hozir xudo xolasa meni ishdaman, nasib bo'lsa. Challenge'imiz ham davom etmoqda. Mana xudo xolasa bugun 3 ta smena olganda, men oxirgi smena davom etmoqda. Mana zakaz ham tushdi. Endi restoranga qarab yo'l olamiz. Rahmat hammaga. Charchamaysizlar.